Reja qildingiz, lekin rejani amalga oshirish uchun sizda hozirda yetarli mablag'lar mavjud emasmi? Unda ushbu Semaron Ongost amaliyoti faqat siz uchun. Oldingizga bitta oq varaq qo'yasiz va sizga kerakli bo'lgan summani raqamlar bilan 27 marotaba yozasiz. Misol uchun 1.350.000 so'm kerak bo'lsa, menga 1.350.000 so'm, menga 1.350.000 so'm deb 27 marotaba yozasiz. Va yozib bo'lganingizdan so'ng eng tag qismiga 27 plus cheksizlik belgisi plus uchburchak belgisini yozasiz va ushbu so'zlarni ovoz chiqarib takrorlaysiz. 27 kuch qo'shadi, plus daromadim oshadi, cheksizlik yaratadi, uchburchak menga yuboradi. Ha shunday bo'lsin, ha shunday bo'lsin, ha shunday bo'lsin. 27 ga 108 marta. Shunday deysiz va amaliyot yakunlandi. Endi esa qog'ozni ustiga ozgina, ya'ni bir chimdim koritsa, ya'ni dolchin o'zbek tilida yoki bo'lmasa topa olmasangiz shakar sepsiz ham bo'ladi va qog'ozni minnatdorchilik bilan yoqib yuborasiz. Amaliyot bajarildi, endi natijani kutasiz. Pullar kelishini faollashtirish uchun albatta kommentariyaga ha shunday bo'lsin 27 ga 108 marta deb yozib qo'yishni unutmang. Juda ham ko'p mijozlarimizni qarzdorlikdan chiqargan, qarzdorlikdan chiqish orzu kodi. Bundan foydalanish sirini to'liq bilmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimizga a'zo bo'ling. Telegram kanalimiz linki esa opisaniyada qoldirilgan. Yoki direktdan qarz so'zini yozib yuborsangiz, biz sizga Telegram linkini yuboramiz. Tungi Semaron amaliyoti sizning hayotingizga ertangi kuningiz uchun kerakli bo'lgan summani kiritishga yordam beradi. Buning uchun oq qog'ozga 6, 3, 5, 7 raqamini yozasiz va sizga kerak bo'lgan summani raqamlar bilan yozasiz. Misol uchun 3 million so'm va tagidan ha shunday bo'lsin 27 ga 108 marta deb yozasiz. Qog'ozni ichiga bir chimdim tuz solib, qog'ozni buklaysiz va yostig'ingiz, uxlayotgan yostig'ingizni tagiga qo'yib uxlaysiz. Va erta tongda bu qog'ozchani olib minnatdorchilik bilan yoqib yuborasiz. Energiya almashinuvi uchun kommentariyaga kirib, sizga kerakli bo'lgan summani yozing. Misol uchun, menga 3 million so'm, ha shunday bo'lsin 27 ga 108 marta. Sizni rejalaringiz rejaga tushmayaptimi? Unda ushbu Allohga oson yoxud 99 ta niyat amaliyoti aynan siz uchun. Men bu amaliyotdan har kuni bajaraman. Har kuni kechasi uyqudan yotishdan avval ertangi kunim yoki bir hafta oldingi rejalarimni 99 ta niyatga solib yozib chiqaman. Bu Allohga oson amaliyoti azizlarim. Qanday yoziladi? Oldingizga bir stakan suv qo'yasiz va ovoz chiqargan holatda daftarga 99 ta niyatingizni xuddi shu ko'rinishda yozasiz. Misol uchun, meni plastik kartamga har kuni 10 million so'm pullar kelib tushishi Allohga juda ham oson. Meni mijozlarim lichkamni to'ldirib, natijalari bilan quvonib bo'lishishi Allohga oson. Har kuni yaxshi tilaklar, yaxshi niyatlar va yaxshi yangiliklar, ijobiy fikrlarni eshitishim Allohga oson. Turmush o'rtog'imdan shirin so'zlar, e'tibor, muhabbat, sevgini qabul qilishim Allohga oson. Farzandlarimni mehribon onasi bo'lib, har kuni ularni sizni yaxshi ko'raman oyijon degan so'zlarini eshitishim Allohga oson. Xuddi shu ko'rinishda har kuni 99 ta yozasiz va uyquga ketasiz. Azizlarim, kommentariyaga meni har bir niyatlarimga ketma-ket erishishim Allohga oson deb yozib qo'yishni unutmang. Omad yor bo'lsin. Barcha maqsadlaringizga osongina erishtiruvchi 369 amaliyoti. 369 bu borliq kodi hisoblanadi. Men har bir maqsadim uchun ushbu amaliyotni har kuni bajaraman. Albatta siz ham bajarib ko'ring. Kommentariyada fikrlaringizni va natijalaringizni yozib qoldirasiz. Bitta maqsadingizni aniqlashtirib olasiz va oq qog'ozga ertalab 3 marta shu maqsadingizni yozasiz. Obed vaqtida 6 marotaba va kechqurun uyquga yotishdan avval 9 marotaba yozasiz. Bu qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Juda ham aniq maqsad va juda ham kerakli narsa uchun qilishingiz shart. Misol uchun men bugun chaqalog'imga avtokreslo olish uchun ushbu amaliyotdan foydalandim. Ertalab 3 marta men qizalog'imga avtokreslo sotib olishni xohlayman. Men qizalog'imga avtokreslo sotib olishni xohlayman deb 3 marotaba yozdim. Endi obed vaqti 6 marotaba, kechqurun uyqudan oldin 9 marotaba yozaman. Amaliyot so'ngida ha shunday bo'lsin 27 ga 108 marotaba deb aytib tugatasiz va kommentariyada ham 27 ga 108 marta ha shunday bo'lsin deb yozib qo'yishni unutmang. Bizda yana bitta ajoyib natija 2025-yil pul kodidan natija yubordilar bir mijozimiz. Faqat nomerlarini ko'rsata olmayman. Ma'rifat ismlari 2025-yil kodini bajargandim. Turmush o'rtog'im o'z-o'zidan pul berdilar. Odatda pul berishlari ancha qiyin bo'lardi. Juda ham xursandman deb yozibdilar. Alloh barakasini bersin. Siz ham yil kodiga qiziqadigan bo'lsangiz, bizni Telegram kanalimizga ulanib, Telegram kanalimiz orqali kuzating, ushbu kodga ega bo'lasiz. Telegram linki esa opisaniyada qoldirilgan.